ortiqcha tana vazni va semizlik bu bir narsami? Yo'q, bu bir narsa emas. Tana vazni indeksini hisoblash kerak. Tana vazni indeksini aniqlash uchun siz aniq tarozdagi vazningizni bilishingiz kerak bo'ladi va bo'yingizni metrdagi holatini bilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 65 kiloli insonni 1.60 bo'yi bilan, ya'ni metrga aniqlaganimizda 1.6 metrli insonni kalkulyatorda hisoblashni o'rgataman. 65 ni 2 marotaba 1.6 ga bo'lasiz. Va sizda 25.3 tana vazni indeksi chiqdi. Bu esa normal insonga mos holat. Agarda tana vazni indeksi 30 dan yuqori bo'lsa, bu semizlik degani. Agarda sizda 25 dan 29.9 gacha aniqlansa, demak ortiqcha tana vazni bor va aynan shu holatda siz ortiqcha tana vazn bilan shug'ullanib, ya'ni to'g'ri ovqatlanib, jismoniy harakatni ko'paytirib, yurishni ko'paytirib, semizlikka o'tmaslikka oldini olishingiz kerak bo'ladi.